Assalomu alaykum hurmatli hamkorlar. Bu video sotuvchi va konsultantlar uchun video obzor hisobidan olinmoqda. Bugungi obzorimizda Aero seriyasining byudjetli variantini ko'rib chiqamiz. Bu variantimizda hozirda 8 kg va 6 kg mavjud va 3 xil rasvetkada bor. Oqi grey rangi, ya'ni seri va qora rangi bor. Bizda hozir qora matoni obzor qilamiz. E'tibor berishingizni so'rab qolgan bo'lardik. Faqatgina qora rangida matli bo'ladi, qolgan ranglarida glyansli bo'ladi. Mashinamizning gabaritlariga to'xtalib o'tamiz. Eni va bo'yi har doimgidek standartli bo'ladi, 60 cm ga 85 cm bo'ladi. Chuqurligi esa 48 cm bo'ladi. 8 kilolik bo'lishiga qaramasdan ustki hisoblanadi. Lekin barabani kichkina bo'lmaydi, kattagina 51 litrli bo'ladi. Eshigimizga to'xtalib o'tamiz. 51 cm, to есть 52 cm bo'ladi diametri, proyomi esa 30 cm bo'ladi. Barabanni obyomi haqida to'xtaldik. 51 litr bo'ladi. Razmerlari esa 31 cm ga 51 cm bo'ladi diametriga. Komplektatsiyasida hammalar bor, manual chiqadi, ya'ni instruktor chiqadi va Aquastop bo'ladi. Bu modelimizda ilk ko'rinishda bo'ladi. Shlankaning uch tarafiga joylashtirilgan bo'ladi. Aquastop shu hisoblanadi. Komplektatsiyasidagi narsalar. Byudjetli variantda o'rtacha va premium variantdan farqi bor. Bu variantimizda tashqi tarafi plastmasli bo'ladi, ulida zakalyonniy stikloidi eshigi va bu полностью elektronniy upravlение bo'ladi, ya'ni mexanический bo'ladi. Hech qanaqa sensor ishlatilmagan bo'ladi. Mexanический крутилка va полностью кнопочный управление bo'ladi. Endi funksiyalarga to'xtalib o'tsak, ya'ni asosiy programmalari 15 ta bo'ladi. Hammasi standartli, testировка haqida o'sha gaplashganmiz. Har seriyasini spetsialniy funksiyasi hisoblanadi va standartlashib borgan funksiyalardan bittasi paravaya очистка bu modelimizda ham bor va paravaya очистка bu bitta opsiya hisobida kelyapti, ko'rishingiz mumkin. Va bu paravaya очисткani ba'zi bir programmalarga qo'shsak bo'ladi. Misol uchun o'zini ikonkasi qo'shib ketilingan. Bu modelimizda tester programmada ishlaydi. Очистка barabana, testировка, лидская одежда, одеяло va хлопок ishlaydi. Va e'tibor berishingizni so'ragan bo'lardik. Bu yoqda дополнительный opsiyalar bor, ya'ni bu klavishalar har doim ham bitta ish qilmaydi. Ya'ni ikkita vazifani bajaradi ko'pincha holatda. Bu yoqda blokirovka от детей bor. И предварительный стирка bor, plus отложенный старт bor. Bu ikkita, ya'ni bu blokirovka от детейga biza faqatgina programma zapus qilganimizdan keyingina ishlatsak bo'ladi. Ya'ni knopkani 3 sekund bosib turishdan keyin. Bundan tashqari bizda 15 ta asosiy programma bo'lishidan tashqari mototsikl ham bor. Alohida ajratib ko'rsatib ketilgan. Bu programma hisoblanib ishlaydi. Ko'pchilik buni opsiya deb o'ylaydi, lekin bu programma. Ya'ni bu bizga asosiy berilgan 15 ta programmadan tashqari bu programmani qo'shib ketilgan. Boshqonda 1 soat 15 minut yuradi va o'zimizga kerakli bo'lgan opsiyalarni bunga qo'shsak bo'ladi. Ya'ni temperaturani o'zgartirsak bo'ladi. Etagida xohlasak palaskani 5 tagacha qo'shsak bo'ladi. O'zimizga ma'qul kelgancha to'g'rilab bo'ladi. Bu modelimiz ba'zili bo'lgani uchun informatsiyalar standartli, shuning uchun hozirchalik bizda shu. Umid qilamizki, bo'lishi mumkin bo'lgan savollarga javob oldinglar degan umiddamiz. Hozircha shu, rahmat.